4-ci qitimliq Dünya Ayal Musulman Rəhbərləri yığını ötküzildi. İstanbulda Quddusning chiriqi o'chmaydi temida 4-ci qitimliq Dünya Musulman Ayal Rəhbərləri yığını ötküzildi. Yığınğa Uyg'ur xonim-qizlarga vakolatan Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limidan Munavvar xonim qatorliq 3 ayol taklif bilan qatnashdi. Yig'inda barliq ayollardan Payg'ambar alayhissalomning davridagi ayol sahobalarning jasoratini o'rnak qilib, musulmonlarning zulmdan qutulib, dunyoda qad ko'tarishiga bir kishilik hassini qo'shish talab qilindi. Yig'inga Sultan Abdulhamidning 5-nevrisi Oxon Sultan qatnashib, Abdulhamidning jismimni necha parcha qilvasimi, Quddusdan bir parcha ye bermayman degan mashhur so'zini asıltib o'tdi. İstanbulda o'qiyotgan Uyg'ur qizi Cumhur Rais Erdo'g'onga maktub sundi. Bu mas'uliyatchan qiz chet elda yashayotgan bir qism Uyg'urlar necha ming kilometr jiroqlikdagi Xitoydan qo'rqib, Xitoyning insoniy dafsandichiliklarini, Sharqiy Turkistonliklar beshidan kechirayotgan qirg'inchiliklarni xalq olam oldida pash qilishning o'rniga mukinib olishgan bir paytda Cumhur Raisining oldiga munolarni qo'ydi. Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur turklari Uyg'ur bo'lganligi, musulmon bo'lganligi uchun Xitoy tajovuzchilari tarafidan yo'q qilib etish xavfiga duch kelyotdi. Xitoyning zulmidan qochib Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarni Xitoy tajovuzchilari barliq amallar bilan Turkiya hukumatiga, Turk xalqiga terrorchi qilib ko'rsatyapti. Biz hozir iqtisodiy jihatda qiynaldik. Ma'naviy jihatlarda g'irib bo'ldik. Yetimlarning soni bag'ansiri ko'paydi. Tayland turmusida yetayotgan qarindoshlarimizning oilasi yolg'izlik tortyapti. Abduqodir Yapjan akdan boshlab bir turkum qarindoshlarimizning Turkiya turmusida yetishi Xitoy uchun g'alaba, biz uchun bo'lsa katta musibat bo'ldi, dedi. İstanbulda xalqaro madaniyat va kengayish yig'ini o'tkazildi. Yig'inda Cumhur Rais Recep Tayyip Erdo'g'on ichilish so'zi qildi. Yig'inga Sharqiy Turkistonliklarga vakolatan Doktor Erkin Ahmad apandi bilan Mir Ahmad apandim qatnashdi. Yig'inda Sharqiy Turkiston temasida ayrim bir yig'ilish bo'ldi. Ayrim yig'ilishni Cumhur Rais Erdo'g'on uyushtirdi. Yig'inda tarixda dunyo islom madaniyatiga o'chmas to'hfalarni qo'shgan Sharqiy Turkistonning hozirgi ahvollari anglatildi.